Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Hozir Ahad Turdining Sarson ruh nomli romanini o'qishni davomlashtiramiz. Ko'rib turayotganinglardek bugun men yana sirtda bo'ldim. Oldi bilan atrofdagi go'zal manzarlardan sizlarni biroz bahrlantiray. Atrofda bug'doylar shundoq chiroyli bosh tutib pishib ketibdi, mana dexe o'raydigan vaqt kelmabdi. Havo shunchalik chiroyli bugun. Atrofdagilar üzüm baranglari, yeşil üzümler. Şundoq buluq. Shveysariyada üzümlarni asosan şu şarap, şerbet tayyorlashga ishlatadi. Albatta, yigilimi bo'ladi. Men tez pishqa vaqtida kelib, ancha-muncha eg'iz tegma bu yerdan. Hozir men sizlarni kichik o'rmonlikqa apirib, shu yerdan bir o'rin tepib, shu yerda sizlarga kitob o'qib beraman. Yerda xalqlar namoyish o'tiribdi. Chiroyli yerda bor, teptinch. Chunki odamlar ta'sir qilsa bo'lmaydi-da. Qarag'ayning tubida o'tirib o'qib beray amsa kitobni sizlarga. Ma'qul amsa, roman davomlashtiraylik. Ikkinchi. Bugun Helimsha doktorxonada yetib qoldi. Qelin ko'zoynak taqagan, o'ruq, ko'saydak qora bir doktor uning yarasini tekshirib ko'rib, bu odamning g'ayratiga, irodasiga hayron qoldi. Uning nazarida agar boshqa odam bo'ladigan bo'lsa, bu dard uni allaqachon yiqitib qo'ygan bo'ladi. Chunki Helimshaning yarasi ig'irlashib, butun badan xarakterlik yuqumlanish bo'lgan edi. Helimsha haqiqatan bu dardga chidadi. U Gilgitdan Ravalpindiga qarab yo'lga chiqqan vaqtda o'z ahvolining osonlashib ketayotganligini sezgan edi. Turib ko'ziga qorong'ulik tiqilib, beshi qayg'andek bo'ladi. Bundaq chaqlarda putqo'li hasirab, yeni yer tortadi. Lekin Helimsha bardoshlik berdi. Dardini ichiga yutib, yo'lni davomlashtiraverdi. Uning kichiginin tortib, xuddi toshlarni yerib, judun chapqinda o'sib zo'raygan yeshil qarag'aydek mazmut tenining hayotiy kuchi haqiqatan zo'r edi. Helimsha yo'l bo'yi tinimsiz og'riq va lo'qildab turgan zardab bilan asabiylarcha elishdi. Elishgan sari uning irodasi chingadi. Og'riq azobimi xuddi qurab tashqa dush kelgan iqin suvdek orqaga yondi. Lekin orqaga yongan iqin suvmi asta o'rlab, oxiri bir yerdan teshib chiqqandek Helimshaning kesili Baqtarxonning uyida mehmon bo'lib atgan vaqtda avjiga chiqdi. Yerim kechiga borganda qizitmasi o'rlab, butunlay holdan ketdi. Uning bilan birga qo'nib qolgan Atxon Akbarmi besaramjonlik ichida ko'z yumdi. Tong yurish bilan Baqtarxon bir harbi kira qilib, Helimshani shu yerga yaqinroq bir doktorxonaga keldi. Davolash tez, dedi heliqi doktor beshini chayqab. Hozir bizning sharoitimiz yaxshi emas, muhim dorilar kamchil. Qanday qilamiz? Zodili amal yo'qmi doktor? dedi Baqtarxon yilingandek talaffuzda. Bu kishi hajga mangan musafir, yo'lda peshkanlik uchrabdi. Savoblik uchun bo'lsa-mu bir amalni qiling. Men dedim-ku, sharoitimiz nachar, dedi doktor yana shu gapni takrorlab. Boshqa cho'ngroq doktorxonalarga olib beringlar. Atxon oqponchu yaktikining qo'yin yanchug'idan bir narsani elib doktorning yeniga keldi va muloyim ovoz bilan: "Doktor, oqshomdan beri kasalning qizitmasi tushmadi. Bundaq issiqda ko'chma-ko'ch so'rab yursak bo'lmaydi. Xudo yo'lida
sizga topshirdik deb qo'lidagi bir tillani doktorning alqiniga qo'ydi. Hozircha buni elib turing, keyin yana sizni rozi qilamiz. Doktor alqinida parqirab turgan 10 so'mlik ingliz tillasini ko'rib bir oz yumshidi va bir yordamchisini chaqirib Elimshani jiddiy qutuldirish bo'limiga o'rinlashtirishni buyurdi. Hammaylan ig'ir yukdan qutulgandek cho'nqur tortishdi. Elimsha shu chaqqicha hech nimani sezmay behush yotadi. Biz endi bir necha kun mush yerda turib Elimshaning holidan xabar olmasak bo'lmaydi, dedi Atxon mung bosgan ko'zlarini Baqtarxonga tikib. Sizlarga ko'p rahmat. Xudoyim sizlarni uchratmagan bo'lsa, bu yo'g'on shaharda biz ko'p qiynaldik ekanmiz. Agar malol ko'rmislari, bizga mushu doktorxonada yaqinroq yerdan biror makon ko'rsatib bergan bo'lsinlar, yana bir qitim xo'sh bo'lgan bo'lardik. Buncha takalluf qilmislar, Atxon, dedi Baqtarxon muloyim kulimsirab. Bu shaharga hammamiz musofir. Faqat koni yengiliq farqimizla bor. Har birlari uchun yordamim tegadigan ish bo'lsa, men xo'shallik bilan ishlayman. U ko'zlarini qisib, qoshlarini yemirib birdan o'ylandi. Ondan bir narsa esiga kelgandek birdanla chiroyi ichilib, so'zni davom qildi. Mundaqmi to'g'ri kelgan bormi? Mush oldimizdagi Suxavardi ko'chasida bir o'zbek birodarimizning oshxonasi bor. Ikkinchi qavatda bir necha eg'iz yotoq uyi bor. Har birlarini shu yerga o'rinlashtirib qo'yay. Bak baland bo'ldi, dedi Atxon xo'shallik bilan beshini lang'ishtib. Ham doktorxonaga yaqin ekan, ham tomoqdan qiynalmaydigan bo'ldik. Baqtarxon ularni boshlab mangdi. Cho'ng bir rastidan o'tib, orqa tarafdagi odamlar ko'p qaynoq bir ko'chaga keldi. Jiraqtilla ko'chaning o'ttirsida 2 qavatlik ko'na, ko'rimsiz bir bino ko'rindi. Binoning birinchi qavati odamlar kirib chiqib turgan, varang-churung qaplagan ovat oshxona edi. Yahya xo'ja, deb vaqirdi Baqtarxon oshxonaning oldiga kelibla. Oshxonadan do'g'aloq oltin tishlari parqirab turadigan, yalang'bosh, issiqdan tarlab pishib ketgan bir odam irg'anlab chiqdi. Uning qatma-qat qo'riq bosgan qo'ng'ir rang yuzi xuddi ashu oshxonadagi qaytishib, porlashib ketgan mayliq o'xshaydi. Sizga mehmon boshlab keldim, birodar, dedi Baqtarxon uning bilan ko'rishib. Bular hajgimonga musofirlar ekan. Bir hamrohi doktorxonada yetib qoldi. Shu kishi yaxshi bo'lguncha bu ikkilan sizning mush yerda turmoqchi. Qandaq yaxshi kutib olarsiz? Xudo avatgan mehmonlarni yaxshi kutmay haddimmi? dedi Yahya xo'ja tijoratchilarga xos sulkat bilan. Qani mehmonlar, ishga kirsizlar. Yotoq 2-qavatda, tomoq 1-qavatda. Ko'ngillari xohlaganini qilib beramiz, dedi u va Pokistonning tomoq turlarini ba'ayni nazma o'qigandek so'zlab ketdi. Gurda tarkayi, chekankari, fishkari, chapati, alu go'shti, palu deganlarning hammasi bor. Yahya xo'ja o'zbekcha, uyg'urcha va urducha so'zlarni aralashtirib so'zlaydi. Ammo gapi uchuq, tili ravon bo'lg'achqa nima devatganligini tushungili bo'ladi. Yahya xo'ja tor va agim palampay orqali Atxon bilan Akbarni 2-qavatdagi bir uyga boshlab chiqdi. Bu 4 tam bir ishiga bor kichikgina qorong'u hujra edi. Uyni olib-bo'lmach yo'rtib turgan xira yo'riq qiyib qolgan eshikning yo'chuq orashlaridan tushib turadi. Daq yerga rangi o'ngib, maynatchilikdan qetishib ketgan bir parcha kigiz silingan edi. Kigiz ustiga 2 dona saman takiya bilan 2 parcha maz adyal tashlab qo'yilgan edi. Xudoga shukr, deb o'z-o'ziga pichirildi Atxon. Beshimizni tiqadigan mushundaq bir makon tepilganligiga shukr.
Çünkü o tönögünden beri koç koylarda yetip ketken aş yalang'aş musafir. Sergerdallarını körüp, Adem qadirinin bu derecede harlıqıdın içide Allah'a nal qılğan edi. Şu tapda xuddi Atxanның köңlidekini bilgendek Yahya hocumu mundaq dedi. Öylerimiz her birlerinin yarışqıdı bolmasımı her halda taladı qalğandan yaxşıрақ. Şundaq taqsir, dedi Atxan uçuq köңillik bilen. Қолның alıqını pərz bolsa, dümbisi sünnet degen gap var. Adam bu dünyada peştaqqa chiqqan vaqtda yana yerga tushadiganligini mı o'ylab yaşaması bolmaydı. Chin ko'ngil bilan aytilgan bu samimiy so'zlar Yahya hocaga xeli cho'nqir ta'sir qildi. U yangi tanishgan ko'zlari muloyim, bashirasi uchuq bu odamning aqlliq, ko'ks qarni keng, shukr qanoatchan ekanligini ana shu so'zlardan bilib yetdi. Shunga Yahya hocaning ko'nglida Atxonga nisbatan bir xil qoyillik va hurmat tuyg'usi paydo bo'ldi. Endi biz yük taqalarimizni akilib olayli, dedi Atxon pastga tushib. Ondan yana doktorxonaga bormasak bo'lmaydi. Yahya hoca boyiqi yaxshi ta'sirotning kuchi bilan mundaq dedi. Men sizlarga odam qo'shay, yük taqalaringlarni akilib bersin. Yaxshi ko'ngillariga rahmat. Yahya hoca birsini chaqirdi. Aşxananing ichkarisidan 15-16 yoshlardagi o'roq, qora, putqo'li, qasmoq bir bola chiqdi. Yahya hoca uningga urdu tilida bir narsalarni dedi. U hadab beshini langishdi. Ondan Atxon, Baqtarxon va Akbarlar bilan billa musofirxonaga qarab ketdi. Atxon kona hamrohlari bilan ko'rishib, Elimshoning ahvolini aytdi. Bechoriga uval bo'pti, dedi ba'zilar ich og'irdi. Endi u bizdan ayrilib, bu yerda yakka yegona qolarmi? Men hamroh bo'laman, dedi Atxon. Her birlari aldirashsizlar, Karachiga berib turishsizlar. Elimshoning ahvoli biroz yaxshilangandan keyin bizmi orqalaridan yetishib olamiz. Mayli bo'lmasa, dedi Musaddaqqon ko'ngli yerim bo'lgan holda. Bu yerda hammamizning qilishning o'rni yo'q. Biz bo'lsaqmi mengib turayli. Ho'jimolla gap so'z qilmayla ketgan o'xshaydi. Tönögünden beri qarsi ko'rinmadi. Bo'pti, mang'alla meni versin, dedi Atxon parvosizla. Safarning ig'ir, mushkul yo'llari tugadi. Xudoyim buningdan keyingi yo'limizni oson qiladi. Xudo nasib qilsa, Karachida ko'rishib, yana hamsafar bo'larmiz. Ular xo'shlashdi. Musaddaqqon qatorliq bir to'p kishilar Baqtarxonning yordami bilan poyezd belti ilib Karachiga mangmoqchi bo'ldi. Atxon yük taqalarini heliqi soqal quyruq eshakka ortib, Akbar bilan avval yotoqqa, ondan doktorxonaga bormoqchi bo'ldi. Men ata Peshavorga berib, 2 kundan keyin qaytib kelaman, dedi Baqtarxon Atxon bilan xo'shlashib. Kelibla sizlarni yo'qlab boraman. Ko'rishkicha salomat bo'lishsizlar. Bir necha ay uzoq safarning jafo mushaqqatlarida billa bo'lib, qon qeyrindoshlardek inoq, ijil bo'lib ketgan uyul karvan mana bugun Ravalpindining qaynoq, shavqulliq bir ko'chisida bo'linib xo'shlashdi. Yettinchi bob. Tuyuqsiz g'oyib bo'lish. Birinchi. Hashpashligicha bir hafta o'tib ketdi. Bu bir hafta Akbar uchun aldirash, zerikishlik va umidsizlikka to'lgan bir hafta bo'ldi. Elimshoning kesilida cho'ng o'zgarish bo'lmadi. Go'yo uning yenini yer tortib ketayotgandek yotgan sari holsizlanib ketayotdi. Akbar doktorxonaga kelib ketib yurib, doktorxona bilan ko'ch-ko'ylarda yetib ketgan musofir ko'chmanlarning ichinishliq taqdirini
Ular duch kelgan ochliq, kasallik, xorliq qismatlarini ko'rib, uning sabiy qalbida tunji qitim inson qadri to'g'risida ochiq his tuyg'ular uyg'ondi. Odam nima uchun dunyoga keladi? Mushundaq xorliq, zorliq azobini tortish uchun. Bu savollar Akbarning texi pishib yetilmagan aqlini cho'nqur o'yga soladi. Lekin u ko'ngli qanoatlangudek javob topolmay bearam bo'ladi. Akbarning ko'z oldida namoyon bo'lgan bu hayot yo'li bahmi uzoq, jafoliq, atrofi quyuq tikanlar bilan qoplangan zulmatlik yo'l edi. Kishilar har qancha tirishib, tirmashsimi, yanala bu yo'ldan o'tolmay jon talashyapti. U yashash uchun jon talashayotgan mana shu qadrsiz, koshtalay odamlarning ichinishliq taqdir qismatlarini har bir ko'rganda yuragi darddan puchulanib, ixtiyorsiz o'zining hoziri va kelajagi ustidimi o'ylab ketadigan bo'ldi. Akbar oyog'i chiqmas bu uzun safar bilan dardu balası ko'p bundaq musofirchilik hayotdan rostilla to'ygan edi. Uning ustiga chin ko'nglidan hurmatlab, yaxshi ko'radigan odami Yelimshoning kasal karvitida band bo'lib qelishi, kechalari heliqi paskini hujurda pitburgilarga yem bo'lib uxlay olmasligi. Yahya xo'janing qirtaq dori darmonlar bilan pishirgan g'alati tamoqlarining onasi Xantilla etib bergan manto pololardek mazalik bo'lmasligi qatorliq ko'ngilsiz ishlarmi uning beshini qodang'ishitib, bu qitimqi har safariga bo'lgan qizg'inligini birdilla so'slashtirib o'tgan edi. Akbar bu yerdan ro'y qaytib, ko'ngli yerim yurgan ashundoq kunlarning birida o'ziga o'xshash 4 yosh bilan tonishib qoldi. Bularning ikkisi Uyg'ur, birisi Xuyzu, yana birisi Qozoq edi. Bularning to'rtalisi arab tilini ravon so'zlaydi. Akbar bular bilan Yahya xo'janing oshxonasida tasodifiy uchrashib qoldi. Bu 4 yosh oshxonada tomoq yeb o'ltirib, bir-biri bilan arabcha so'zlashib, Akbarning diqqatini tortgan edi. Ular birdamdala yoshlarga xos qizg'inlik va chiqishqoqlik bilan tanishib ketdi. Biz Xotan Qarqashdan, dedi ikki Uyg'ur o'zlarini tanishtirib. 2 yildan beri mushu yerdagi Jamiil Islomda o'qiyotdik, lekin hozir vaziyatda o'zgarish bo'lib, o'qish to'xtab qoldi. Men Ningsha Yingchuandan bo'laman, dedi Xuyzu yigit o'zini tanishtirib. Bular mening saboqdoshlarim. Biz 2 yildan beri billa. Men Turkiya Istanbuldan kelgan, dedi Qozoq yigitmi o'zini o'tdi. Ota-onam bilan billa Şinjan Savandan ko'chib chiqqan. Biz asli bir yurtliq. Akbarmo dastlab o'zini tanishtirib, keyin so'rdi. O'qish to'xtab qolgan bo'lsa, endi qanday qilsizlar? Yurtga ketamsizlar? Yo'q, dedi ular tangla. Yo'q, dedi ular tangla pitishib olgandek bir xil talaffuzda. Endi biz Misrga berib, Qohiradagi Jamiul Azharda o'qimoqchi. U yerda tomoq, yotoq haqsiz ekan. Qanchalik o'qiyman desa, shunchalik o'qiydi ekan. Hozir Misr konsulxonasi bilan so'zlashyapmiz. Ilm, ma'rifat ishtiyoqida aytilgan bu qizg'in so'zlar kutilmaganda Akbarni hayajonga soldi. Bir chaqlarda umu mushu balalarga o'xshash Misr yoki Hindistonda o'qib, bilimlik, axloqliq, mukammal bir odam bo'lishni ko'ngliga pukkan va shu orzu istak bilan madrasadagi o'qishini nihoyat yaxshi o'qigan edi. Keyin dadasining irodasi bo'yicha hay safariga otlanib, amalsiz o'qishni to'xtatgan bo'lsa-mu, lekin uning qalbidagi bilim elishga bo'lgan havas ishtiyoqi texi butunlay yo'qolib ketmagan edi. Mana bugun bu ishtiyoq xuddi shamol yaljitgan qo'qasdek yana bir dilla kuchayib, besib bo'lmas tashnalikqa aylandi. Agar
Qohiradagi Azhar universitetining etini anglab texmi turolmay qoldi. Akbar Qohiradagi Azhar universitetining etini anglab texmi turolmay qoldi. Chunki u bu ismga xeyli burundan tartib qiziqatdi. Bu qiziqish asta-asta cho'qinishga aylangan edi. Bu ism burun Akbarga bakmi jiroq, bakmi xiyoliy tuyulgan bo'lsa-mu, endi nihoyatda yaqin va real tuyulayotdi. Chunki yangi tanishlarning aytishicha, bu yerdan poyezd bilan bir kecha kunduzda Karachiga borg'ili, u yerda paraxotga o'ltirib, dengiz sayohati qilg'ach, bir necha kunda Misrga borg'ili bo'ladi. Akbar 2 kecha aramxo'da uxlay olmadi. Misr, Qohira, Azhar degan yegona jalbkor ismlar uning fikr xiyolini band qilib, o'zining yo'chun sirliq yeplari bilan uni allaqandoq tilsimatlar ichiga so'rab kirib ketgan edi. Milodiya 970-yili Fatimiya sulolasi davrida qurilgan Jamiul Azhar universiteti islom dunyosida nomi chiqqan katta bilim yurti edi. Uningda ulug' muhaddislardan Imom Buxoriy bilan Imom Muslimlar tuzgan Sihohi Sitta nomli 6 hadis kitob asosliq dars qilib o'tilgandan boshqa yana algebra, astronomiya, texnika va tibobatchilik qatorliq zamonaviy fanlarmi o'qitiladi. Musulmonlarning nazarida bu yer o'quvchilarni axloq va diyonatda, sadoqat va fazilatda komil qilib tarbiyalaydigan muqaddas joy edi. Yurakiga mana shu muqaddas joyning ishqi tushgan Akbar o'yla oxir bir kuni atdiganda heliqi tonishlarini tepib mundoq dedi. Misrga men muslar bilan birga borsam bo'lamdi? Azharda o'qisam deyman. Odash, nemishqi bo'lmaydi ekan, dedi ularning orasidagi cho'ngroq birisi. Allah Taala 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan hamma bandasiga bilim elishni farz qilgan. Nodonlik qorong'ulikdan yomon. Amsa men muslar bilan birga mangay, dedi Akbar qat'iy niyatga kelib. Dodong nima deydi? So'rdi oradan birisi. Qo'shilamdi? Yo'q, dodamga demayman, dedi Akbar atrofga xufiyana qarab qo'yib. Uningdan yoshirinchi ketdiman. Pasport qo'lingdimi? So'rdi birisi askardi. Akbar beshni langishdi va bir oz o'yinib turib, keyin ishonch bilan mundoq dedi. Bugun oqshomliqqa dadamning yenidan pasportimni elib olaman. Amsa tezroq harakatlan, dedi cho'ngroq yoshdagi yeliq yigit. Pasportdan boshqa yana ozroq pul tayyorlamasang bo'lmaydi. Qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi. Misr konsulxonasidagi ishni tang bitkazamiz. Ish ana shundoq bekitildi. O'zaro va'dalar berildi. 3 millatdan tarkib topgan 5 savog'dosh yurt atlab, dengiz okeanlarni halqib, bilim elish yo'lida jonijon do'stlardan bo'lib qoldi. Ikkinchi. Tova, odamning g'am-g'ussa qochisi hamisha yerimroq turgani yaxshi ekan. Bo'lmasa orqadanla birar peshkanlik agishib keladi ekan. Akbarning g'am-g'ussalari tugab, ko'ngli shodlikqa, orzu, armonga to'lgan edi. Misrga berib o'qish xiyoli reallikqa aylanish oldi turardi. Bugun kechda dadisi kelib, uchisidagi yaktikini qo'ziqqa esib qo'yib, hojat uchun sirtqa chiqib ketganda, u chaqqonlik bilan yaktakning qo'yun yanchuqidagi pasportni olsila ish bitadi. Shunga u tushdan keyin yotoqdan chiqmay dadisini kutib uzoq o'ltirdi. Lekin qerishqandak dadisining qorasimi ko'rinmaydi. Dadisi tushlik tomoqdan keyin mushu ko'chaning bosh tarafidagi masjidga peshin namozi o'qish uchun chiqib ketgan edi. Mana hozir namoz sham, uningdan keyin namoz xubdanmi tugadi.
Yahya Hocaning do'koni taqilib, hamma odam uvilarga kirib, asta-asta uyquga ketdi. Akbar dadisini kuta-kuta oxiri madori turak tugab, qachon uxlab qolganligini o'zini bilmay qoldi. Akbar sahar uyg'onib, uyga tushib turgan xira-shira yo'riqda dadam qachon kelgandi degan xiyol bilan ittik beshini ko'tarib, dadisi yotadigan o'rniga qaradi. Lekin dadisi yo'q. O'rni tunogin qandaq turgan bo'lsa, shu peti ratlik turadi. Uning yuragi xuddi bir qo'l bilan mo'jig'andek yiqinsiz eg'ib, nafsi bo'g'ilgandek bo'ldi. Bir narsadan andikkandek ittik o'rnidan turib ketdi. Akbar g'uluqqonidan müdürib, putlari kalvalashib pastga tushdi va oshxonadan Yahya Hojani tepib, dadisini so'rdi. "Men dadangni tunogin tushlik tamoqda ko'rgancha ko'rmadim", dedi Yahya Hoja hayronlik va ansizlik ichida. "Kechich kelmidi?" "Ha, kechich kelmidi", dedi Akbar yig'log'idek esilib. "Men yerim kechigacha saqlab yotdim, keyin uxlab qopdiman." "Bu qandoq gap?" Yahya Hojanimi bir oz ansizlik bosdi. "Biror yerda ezib yurmagandi ha? Haras, doktorxonaga berib baqdingmi? Elimshoning yanada tunab qolgan bo'lmasin yana?" Rost. Akbarning ajab esi kelmabdi ha? Almadis Helimshoning kesili eg'irlashib qolgan bo'lsa, shu yerda tunab qilishi tabiiy-ku. O'tgandami bir qitim shunda qilgan-ku. Akbar shu umid bilan oshxonadan chiqib, yugurib degidak doktorxonaga keldi. Lekin dadisi bu yerdami yo'q bo'lib chiqdi. Akbar Helimshoga ahvolni aytdi. Ammo uning darddan o'pkisi to'lib, gaplari bo'g'ziga kaplashib qolganlikdan haqiqlab gapini tuzuk qila olmay qoldi. "Bu qandoq gap?" dedi Helimsho beshini salpal ko'tarib. "Otxon aka tunogin tushdan burun kelib, men bilan xeyli uzoq ahvollashib ketgan edi. Uningdan keyin menmi ko'rmadim." Helimsho amal bor ko'nglidagi ansizlikni yo'shirib, Akbarni xotirjam qilishga urindi. "Unchoqla qayg'urib ketma. Cho'pchong odam yo'qab ketmaydi. Sabr qil. Heli beri paydo bo'lib qolar." Lekin shuncha sabr toqat bilan kutishmi bekorga ketdi. "Manikelar, anikelar" degan she'rin umid bilan 5 kun o'tib ketdi. Bu kunlarda Akbar xuddi g'assidan ayrilgan amadek bo'lib qoldi. O'zini boshpanosiz, yetim g'ayrib his qildi. Bilib bo'lmas bir xil vahimadan uning ko'z qarchig'i kengayib, chiroyida g'uluqish, andikish alomatlari paydo bo'lgan edi. Bu kutilmagan ko'ngilsizliklar Akbarning qalbiga obida bo'lib o'rnab ketgan Misr, Azhar degan heliqi yiqimliq tushunchalarni pak-pakiz ko'tarib o'tgan edi. U bir kuni Yahya Hojaning oshxonasiga yig'ilgan kishilarga shu yerning oqsoqol mo'yspitlarga dadisining izlerikini elib berish to'g'risida yelindi, yolburdi. Hatto Xudoning 99 sifatini shep keltirib, ularning boshpanoq bo'lishini tilab ko'p yig'ladi. To'li yig'lab Akbarning qapoqlari ishib, lablari ko'pchib ketdi. Ammo Otxondan yana xabar yo'q edi. U xuddi dengizga tushgan yengnidak iz deraksiz edi. Otxonning bundoq tuyuqsiz g'oyib bo'lishi Yahya Hojanimi qattiq sarosimiga selib etgan edi.
O bir tarafdan özünün saray hujrasida yetayotgan bir mehmonning izderaksiz yo'qolib ketishidan bir xil besim va mas'uliyat tuyg'usini his qilsa, yana bir tarafdan Atxonning diyonatlik, imoni komil, yaxshi odamligini o'ylab bir xil o'kinish va ich og'irtish tuyg'usida hasratlanadi. Atxonning tuyuqsiz g'oyib bo'lib, shuncha kunlardan keyinmi hech qanday izderikining bo'lmasligi Yahya xo'janing ko'ngliga har xil vahimalik xiyollarni soldi. Bu xiyollar ichida bulongchilarga uchrab jinidan judo bo'lgan o'xshaydi degan mudhish xiyol hukmron o'rinda edi. Chunki bu tensiz kunlarda Ravalpindining ko'ch-ko'ylarda bundaq ishlar ko'p kunduzimi bo'lib turadi. Kishilarning beshiga kelgan xorzorlik, och yalang'ochlik, sarson va sargardonlik ularni ana shundaq talva, qaram, bag'ri toshlarga aylantirib qo'ygan edi. Lekin Yahya xo'ja ko'ngliga ayon bo'lgan bu qo'rqinchli xiyollarni Akbarga aytishga petin olmadi. Aksicha uningga chiroyli tasallilarni berib, burunqidanmi bek ko'yinadigan, asraydigan bo'lib qoldi. Ammo Akbar uchun bundaq hesdoshliklarning hammasi baribir edi. Bu kunlarda u hozirni va kelgusini tasavvur qilish iqtidoridan butunlay mahrum bo'lgan edi. Hozir Akbar uchun yolg'izlikqa, g'iriblikqa to'lgan zulmatlik bir dunyo edi. Kelgusi bo'lsa, texmi qorong'u, ma'nisiz bir bo'shliq edi. Kunlar o'tgan sari Akbar bu yot, g'ovg'oliq yurtda o'zini bakmo g'irib, yegona his qildi. G'iriblik tufayli paydo bo'lgan ko'ngil so'nuqlari hozir uning jinini qoqishtirayotdi. Akbarning yendiki ozg'ina pul xashlanib tugadi. Yotoq, tamoq uchun yana pul kerak edi. Yahya xo'jani har qancha g'amguzar degandimi, yotoq bilan tamoqni hamisha bekorga bermaydi. Akbarning yo'qsizlik tufaylidan qiyilinib, azoblanib yurganligini ko'rgan Yahya xo'ja bir kuni uningga mundoq dedi. Akbar, o'zingni boqolmayotgan vaqtda avu eshakni beqib nima qilasan? Uni setibat, men xaridor tepib beray. Buningdan keyingi safarda eshak ishlamaydi. Agar yana hajga borman desang, poyez bilan paraxotda mang'asan. To'g'ri. Eshak hozir uning uchun bir yuk emasmi? Uni yana beqib nima qiladi? Eshakni setib, shu pul bilan dodisi tepilguncha jon beqib turish kerak. Atsi Yahya xo'ja bir panjoblik xaridorni boshlab keldi. U eshakni ko'ribla yepishdi. Demisimi bu soqol quyruq sur eshakning taq-turqi, kuch-quvvati ko'rganli odamni o'ziga jalb qiladi. Mal to'naydigan bu panjoblik bedik eshakni xeyli yo'g'on bir narsa uchib kelyapti. Mal to'naydigan bu panjoblik bedik eshakni xeyli yuqori bahoda setib oldi. Akbar eng oxirgi bu hamrohidanmi ayrildi. U shuncha uzun mushkul safarlarda onunga ham hamroh, ham yantayoq bo'lgan edi. Akbar balalarga xos sabiylik bilan bu eshakni yaxshi ko'radi. Hamisha uning boshlarini silab, yolini taraytdi. Vaqtida sug'urib, vaqtida bo'g'iz beradi. Shunga bu eshakmi Akbarni to'naydi. Uni jiroqdan ko'rsala, beshini yenik silkib pushqiraydi. Yaqin kelganda bo'lsa, Akbarni hidlab, tumshuqlarini surkaydi. Mana endi bu tilsiz hayvon natunish, begona bir panjoblikning orqasidan ketib etib, aynakdek suzuk, parqaroq ko'zlarini mo'ldirlatib Akbarga qaradi. Bu qarash to'limi mungluq va ichinishliq edi. Akbar uningdan: "Hey odam, sen meni nadan akilib, naga tashlading? Mening tug'ilgan yerim, ota-ona, urug' ajdodim nada qoldi? Endi
Mən nəge baraman? Devatqandek həsrətlik bir nalı piğanlı səsdi. Əkbərnin dərtlik jüreki onunğa bərdaşlıq berəlmədi. O, eşeknin muğluq közüdün közünü qaçırıp yanğa qarıdı da ixtiyarsız şıqlap taşladı. Üçüncü. Atxan gayip bolup 19 gündün keyin kiçikkina xoş xabar anlandı. Dadang hayat oxşaydı Əkbər, dedi bu xəbərini tepib gəlgən Baqdarxan Əkbərnin baş gözlərini sılap. Lekin türmədə ikən. Türmədə? Bu gəplərini anlap Əkbərnin çıraylıq qara gözləri yana qayğılıq tüs aldı. Hə, türmədə. Baqdarxan özü egiləgən əhvalını etib, türmədə bolğandımı Lahorның çoğ türmüsü deyken. Dadamның nemi günahı barken? Aldırıp sordu Əkbər. Mən mi bilməymən, dedi Baqdarxan və özü erişkən xəbərlərini təfsili düşəndirişki başladı. Mən dadamның izlerikini qılıb jürüp, ahırı tünögün saqçı idarəsidəki bir tonuşumdun o'sha xabarga erishdim. Onun aytishicha, hajga mangan bir musafir atkaschi degan gunoh bilan qo'lga ilinib, yaqinda Lahor turmasiga olib berilibdi. Men dadangning yo'qab ketgan vaqti bilan shu odamning qo'lga ilingan vaqtini hisoblab ko'rsam, ikkilasining vaqti o'xshash bo'lib chiqdi. Onun ustiga bu qitim hajga manganlar ichida dadangdan boshqa tuyuqsiz yo'qab ketgan odam yo'q. Shunga men Lahor türmüsüdeki aşu adam çokum atxan şu dep cazimləşdirdim. Əkbər bu qiyasının toğırlıqağı işəndi. Hər nemi bolsa dadam hayat ikən, yüz görüşüdğan buldum dep xoşallandı. Lekin onunğa dadısıға artılğan günah tolumu g'alita və sirliq tuyuldu. Çünki dadısının Əkbər bilməydiğən məxfiyyətliki və yoşurun işləri yox idi. Əkbərinin köңlüdəki davalğuş və şübhələrini səzgən Baqdarxan onu ruhlandırıb mundaq dedi. Aval dadang bilan görüşünün amalını qılaylı. Bu həmmədən mühim. Andın onu türmədən qutuldurub çıxışının yolunu tepiş gerek. Qalğan işlər bolsa asta aydınlaşıdı. Maqul, sili nemi deysizleri şu, dedi Əkbər itaatmənlik bilən Baqdarxanның qoluğa esilib. Mən dərhal Lahorğa baray, meni yolğa selib qoyuşsıla. Mundaqlı barsan bolmaydı, dedi Baqdarxan təmkinlik bilən. Birsi saqçı idarəsidən birər parça tonuşturuş eliş gerek. Yani birsi Lahorğa seni birsi başlap barmısı bolmaydı. O mu kiçik şəhər əməz. Dadağını tapımız dep seni yoqtub qoysaq bolmaz. Əkbər rayışlıq bilən beşini lanşıtdı. Baqdarxan zörür təyarlıqlarını bütürüşünü üstəyə elib onun bilən xoşlaşdı. Maqul, bugün muş yergacha o'qiyli, kelar qaytim davomlashtiramiz. Havo yanılı shundaq yaxshi. Maqul əmsə, aman bo'lin. Kelar qaytim ko'rishaylik. Xayr xo'sh.